14 aprel kuni Kanada Davlatlik radiosida Xitoydan taralgan Wuhan virusi yuqumi eg'irlashgan mezgilda Kanadada yashaydigan bir Uyg'ur xonimning ziyorat qabul qilganligini, uning Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib lagerga qamalgan eri va yurtdagi ota-ona, urug' tuqqanlarning ahvolidan ensirayotganligi haqida xabar berildi. Gulshan Hoji ismli bu xonimning 2016-yili Kanadaga o'qish uchun kelganligi, navbatda Kanadaning Vancouver shahrida bir qizi bilan turayotganligi, uning Urumchidagi Xitoy turmusida ishlaydigan eri Adliya 2018-yili tutqun qilinib, lagerga qamalganligi ma'lum bo'ldi. Gulshan Hoji xonimning bildirishicha, 22 yil turmush soqchisi bo'lib ishlagan eri Adli Yoqubmi Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, lagerga qamalishda qismatdan qutulolmagan. Uyg'ur agentligining xabar qilishicha, Rossiyada yashaydigan Akbar Anvar ismli Uyg'ur o'quvchi o'zini o'ldirib olgan. Moskvadagi bir universitetda magistrlik o'qiydigan bu yosh shanba kuni soat 17 atrofida maktab binosining 12-qavatidan tushib qazo qilgan bo'lib, soqchilar buni o'zini o'ldirib olish voqeasi degan. Egilinishcha, Akbarning dadasi doktor, onasi o'qituvchi bo'lib Urumchida turadi. U bo'lsa Moskvada magistrlik o'qiyotgan. Xabarda aytilishicha, u Xitoy zulmi sababli 4 yildan buyon yurtga qayta olmagan. Xitoy virusi sababli maktabdagi barliq o'quvchilar uylariga qaytganda, u qaytib bosib pishganlikka uchrashdan qo'rqib maktabda turib qolgan. Uning nima uchun tuyuqsiz o'zini o'ldirib olganligi bu ishda Xitoyning qora qo'li bor yo'qligi bir savol ishorati bo'lib qoldi. Angliya kundalik pochta gazetining xabar qilishicha, Xitoy virusi bilan yuqumlangan kishining immunit kuchini o'lchaydigan tekshirish uskunalarining tekshirish natijasi to'g'ri chiqmagan. Bu asboblar ikki Xitoy shirkatidan sotib olingan bo'lib, Angliya doiralari oldin to'lagan 16 million sterlinni qaytarib olish uchun harakatga o'tgan. Yana bir tarafdan, Angliyaning ishonchlik va tez natija beradigan antitela ishlab chiqarish tadqiqotidan texi biror natija chiqmagan. Egilanishicha, Angliyada elib berilgan bir ray sinashda Angliya xalqining 54% koronavirusni Wuhan virusi deb atashni xohlaydi ekan. Kundalik pochta gazetining xabar qilishicha, angliyaliklarning yarmidan ko'pragi koronavirusning tarqalishiga Xitoy mas'ul bo'lishi kerak deb qaraydi ekan. Xitoy Wuhan shahridan dunyoga tarqalgan koronavirusi insoniyatning beshiga balo bo'ldi. Yevropadan keyin Amerikada tez tarqalayotgan bu virus 30 mingdan ortiq kishining joniga zomin bo'ldi. Buning bilan Xitoyga qarshi inkoslar kuchayishga boshladi. Amerika hukumatı va taratqullari Xitoyni ayblab, virusning Wuhandagi tajribaxonada yasalganligini ilgari surdi. CNNning ziyoratini qabul qilgan Amerika istixborot doiralari Xitoy virusini biologiyalik qurol sifatida ishlab chiqargan deb qarmaydiganligini, lekin tajribaxonada tadqiq qilayotganda biror xatolik yoki materialni saqlashdagi bexastalik sababli tarqalib ketgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Washington pochta gazeti bo'lsa, Amerikaning Beyjingdagi bosh elchixonasi 2018-yili tashqi ishlar ministrligiga yo'llagan hujjatida shaharlarning koronavirusni tadqiq qilgan Wuhan tajribaxonasining bexatarlik va sahiya sharoitiga qarta andishalarni o'tirib qo'yganligini xabar qildi. Liviyada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof qilingan mamlakatlik birlashma hukumatga qarashli qismlar Tarhunay shahrini qaytarib olish uchun qilgan hujumida o'qituvchi Haftar qismlariga qarashli 102 askarni asir olgan. Hukumat qismlari 18 aprel saharda poytaxt Trablosning sharqi janubiga joylashgan va Haftarning qal'asi deb qaralgan Tarhunayni qaytarib olish harakati boshlanganligini e'lon qilgan edi.